Qara shakar bilan mono narsalarni qo'shib iste'mol qilgan vaqtda mana qaltis unumlarga erishishlar bo'ladi. Aldi bilan qo'llash yuzasidan bashorat ustiga qo'shib belgisini bizni qo'shib olgandan keyin haqsiz yurakdan bir o'tib inkas rayonga chiroyli kunlaringizni ko'plab yo'l o'tsan birga astiki yulduz belgisini bir besayotgandan keyin filmni oxiriga to'liq ko'rib unumli qo'yiling. Ma filmni oxiriga to'liq ko'rmasangiz ziyonni o'zingiz tortasiz. Yaxshi mazmunlarni so'zlash bizdan qo'llash unumli qo'yiliniz sizdan. Yaxshi mazmunlarni do'stlaringizga tavsiya qilishni unutmang. Birinchidan qara shakar bilan zanjirni birga iste'mol qilgan vaqtda putqul ısımaydigan ahvollar qarta. Qon ozliq qarta nayt yaxshi shifo bo'ladi. Badandagi o'likni yo'qitadi. Qara shakar bilan qatiqda aralashtirib iste'mol qilgan vaqtda qavziyatni yaxshilaydi, o'riqlatadi. Uchinchidan bo'lsa, qara shakar bilan alqatni damlab iste'mol qilishni davomlashtirgan vaqtda qonni jonlantiradi, qonni qizdiradi, jigarning xizmatini yaxshilaydi. To'rtinchidan bo'lsa, tuxumni pishirib shaklini chiqib o'tgandan keyin qara shakarni damlagan shakarga tuxumni silib tanlantirgandan keyin iste'mol qilgan vaqtda tanning xizmatini yaxshilaydi, oshqozon kasalliklari qarta nayt yaxshi shifo beradi. Yana shundaqla mening badanim ojiz, o'riq-o'riqim kiyim kiysam faqat yarashmaydi, o'riqim chiroyimda qo'riq bek ko'p qeri chiroy. Immunitet kuchim tuvan oson og'rib qolaman, o'ltirib qopsam beshim qayda qachon tekshirsam qon az deydi. Nayt bek harg'in, badanim ojiz, tinim ojiz, hech ish qilish xo'shaqmaydi. Ishtaim yo'q, tomoq yegim kelmaydi, kechlarim uxlamay bak qiynalaman. Kayfiyatim turaqsiz bir ishlar osonla chiqilib qolaman. Topinim qiziydi, harg'inlik bek ig'ir. Ozroq mayliq go'sht kebab yeb bo'g'cha beshim chinqilib og'rib ketadi. Ba'zida o'tsidi. Yeginim faqat chiroyim chiqmaydi. Men bir immunitet kuchimni oshirib saq tursam bo'ldi. Qon quvvatim qilib jonliq tursam bo'ldi. Ozroq samirib salopatli so'lalik bo'lsam bo'ldi. Mushu oson chechiladigan tarsa o'sal mijozimni o'zgarsam bo'ldi. O'zimga kuchlik salopatli yashasam bo'ldi deydigan do'stlar bo'lsanglar, mushu usti chiqib qo'ygan Ablajon 2777 unlarni qo'shish orqali bizniki unumi kapolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tabobat xom materiali shundaqla meg'izlar jabrdin paylanib ishlangan. Badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan oshqozon, tal, jigar, böreklar xizmatini yaxshilab, mush ozuqlarniki badanga shumirlashni ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, immunitet kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlab, badanni takshi tabiiy samarqon quvvat halvomizni setilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Unumini bir kapolat beramiz do'stlar. Avval iste'mol qilsanglar, undan keyin baho berasizlar. Mana mushu qo'sh 13 kilik palet allaburun oxirlashib bo'lgan, lekin ba'zi bir xaridorlarimiz turli sabablar tufayli turmush halakchilik hammamizda bor. Ma'lum sabablar tufayli vaqtida foydalanmay bizni tanlıq kesilib turganlik uchun yana qaytadan yuz yurish malni palet basizlarga sunduq do'stlar. Bizning paletimiz qandaqdir birini olsa ikkini sovuq qilgan yoki 50% palet emas. O'zingizlar bilasizlar, bizning mahsulotlarimiz muqim baho. Faqat yasash texnikasini amman asosli qilib bergan. Mushu markamizda boshqa to'n tushishning qilib bergan palet shunga mahsulotlarimizni iste'mol qilsa badanni tabiiy quvvatli hissi do'stlarimiz bo'lsanglar, vaqtni ching tutib bizniki mahsulotlarimizni iste'mol qilsanglar bo'ladi. O'nimiga o'zim kapolat qilaman do'stlar.